O'zbekiston aholisining taxminan 7%ni tojiklar. Tojikistondagi o'zbeklarning ulushi esa 12%ni tashkil etadi. Ammo 3 kunlik sayohatimda shuni angladimki, Tojikistondagi 70-80% odamlar o'zbek tilini bemalol tushunadi. Tojikiston aholisi 10 milliondan ortiq. Mamlakat hududining 93%dan ko'prog'i tog'lardan iborat. Okeanga chiqish yo'li yo'q, lekin Markaziy Osiyodagi ichimlik suvlarining katta qismi aynan shu tog'lardan boshlanadi. Tilimiz, taomlarimiz, madaniyatimiz juda o'xshash. Shunchalik bir-birini hurmat qilishadi. Tojik odam o'zbekcha gapiradi, misol muloqot deganda ko'chaga ko'rsangiz. O'zbek odam tojikcha gapiradi, hurmat yuzasidan. O'zbekiston va Tojikiston ko'p sohalarda hamkorlik qiladi. Savdo, energetika, qishloq xo'jaligi va boshqa yo'nalishlarda. 3 kun davomida Tojikistonda bo'lib, bu yaqinliklarni yana bir bor his qildim. Keling sayohatimni birma-bir alohida videolarda ko'rsataman. Siz esa like bosishni unutmang.